Kelinglar sizlarga bu jaydari rum tur ko'rsatamiz. Tayyorlanganim yo'q hozir. Darsga borsam darsim soat 4 da ekan. O'shanga sразу kirib ko'rsataman. Kiyimlarim yig'ishtiramiz buni. Parollar qo'yamiz. Kiramiz birdaniga. Bizni barda kutib turadi hali. Buni sababini tushuntiraman. 1 minute. Hop, nimaga buni jaydari deb nomladim? Ko'rib turganingizdek, uy umuman yig'ishtirilmagan. Shosha-pisha chiqib ketgandim. Hozir esa mikrofonni olamiz. Okay. Hop, birinchi narsa boshlaydiganimiz hozir ko'rsatdik. Soat darsim 1da bo'ladi deb o'ylaganman. Darsga o'tirib, keyin peshni tez o'qib chiqib ketgandim. O'shanga hech narsa qilishga urmadim. Naskini almashtirib, hammasini tashlab ketgandim. Hozir esa bahonada yig'ishtira olaman rum tur qilib. Xo'p. Joy namoz olib qo'yamiz. Tak, почтальник ko'rish kerak emas, sababi ko'chada 10+ gradus. Tak, paypoqni bu yoqqa solamiz. Okay, yostiqlarni taxlab qo'ysak. Sumka va ishton, bu damashni ishtonim. Mana yelkani to'g'irlashga naushnik. Kunlar issiq qolgani sababi jaz urishtirishmadigan bo'ladi. Xo'p. Mana ko'rpani shkafga solib qo'yaman, sababi o'sha qish chiqdi. Garderobimda ahvoli hammasi yashil, ko'k, qora. Mehmon kelsa to'shashga. Aytgancha ikkita bagaj bu yoqda. Bu yoqda oyoq kiyimlarim. Oyoq kiyimim kam qolgan. Hop, divan yig'ishtirib oldik, yerda yig'ishtirib oldik. Qayer qoldi? Uy. Yerga qo'yamiz. Xo'p. Aytgandek, bu damashni ishton. Ikkita suv o'rtog'im kelganda, bittasini ochgandik. Yerga qo'yamiz. Kompyuterda hozir ishlaymiz. Почтальникni bu yerga qo'yamiz. Joy namozni ham tepaga qo'yamiz. Xo'p, uy yig'ishtirildi 90%. Ana endi esa stol sotamiz. Birinchi o'rinda. Tak. Qanday? Uchochka olib tashlaymiz. Uchochka. Keyin одноразовый. Xo'p, buni musor paketi bu yoqda. Ana. Men kecha Crocs olgandim, bunisini olib qo'ysammikan? Olib qo'yamiz. Bu yoqda esa qo'shalar kerak emas. Crocs maqtanib ketdik. Oyoq kiyim chappacha bo'lib qolibdi. Ichida tennisni sharikcha. Yana bitta tapchka. Okay. Polkani yopib qo'yamiz, yaxshilab. Yelka qashiq shu. Boshimni tepasiga qo'yib qo'y. Ana. O'zi qo'rqitib boshlamaydi. Xo'p, mana yoqadigan eng zo'r tomoni. Lampochka. Xo'p, do'ppini
Buni hozircha chertib turaversin. Naushnik, atir. Uchochkalar bu yoqqa. Uxlaganda ko'z yumishga bu ham bosh tepasi tursin. Dezodorant bu yerga. Shapkani sezoni chiqdi. Shapkani sezoni chiqdi. Xo'p, oyoq kiyim kiyadigan. Bu yerda turadi. Atir. Tennisning sharikchani mana qo'yamiz. Plisostka. Zaradchik. Bunday turasiz. O'rtog'imda davom vizasi. Qayerdir olib qo'yish kerak. Soat zaradchigi, naushnik, qo'l krem. Deyarli tayyor. Yana bitta do'ppi. Xo'p. Stol ustida nima amaliyotlar o'tkazamiz? Birinchi o'rinda qog'oz, uchochkani mana qo'yib qo'yamiz. Bunu nima edi bu? Musor. Skoch ustida. Mana ishlamaydi. Bu yerda nima shu narsalar? Yoqqa qolsin. Daftar. Musor. She'r. Kechagi yovqir nigoh bugun yerga qadalgan. Vatan kutgan jasorat non topishga atalgan. Bo'ying egik, qo'l qadoq, tizzalaring qavargan. Umid ko'z yosh sho'ridan so'lganga o'xshayotir. Uyg'otay deb kelgan ul bahorlar bekor ketar. Har tongda quyosh turtib, har shomda bezor ketar. Bo'g'zin yirtib shoirlar ming hayqirib xor ketar. Alloh bu xalq shu holga ko'nganga o'xshayotir. Turkiya elning shiddati so'nganga o'xshayotir. Najmiddin Ermatov. Xo'p. Bu O'zbekistonga olib kelgandim iltijo, duolar. Yo Robbim, qiyinchilikda qolganlarga ofiyat bergin. Gunohkorlarni mag'firat qilgin. Yo Robbim, to'shaklarda ingrab yotgan, darddan qiynalayotgan barcha bemorlarga shifoyi komil bergin. Bizni esa ne'matlaringda bardavom ofiyatda qilgin. Yana bitta. Robbim, sen beradigan har qanday yaxshilikka muhtojman. Yana bitta. Allohim, o'zingga munojat qilish halovatini bergin. Meni dargohingdan haydamagin. Axir men senga muhtojman. Sen esa ne'matlari bitmas tuganmas oliyjanob saxiy zotsan. Zo'r kitobcha ekan. Yana bitta o'qib beraman. Allohim, menga sendan kutayotgan narsam bilan xushxabar ber. Axir sen xushxabar beruvchilarning eng yaxshisi. Bu men she'r yozgandim ayamga o'sha. Korean words. Buni repetition qilish kerak. Hanguk cholle tonhajib 7. Yo'q, o'qishim kerak-da. Mana shunday fanim bor. Keyingisi is Muhammad Anas Topqul. Bu nima bu yoqda turibdi? Bu libraryda turish kerak. Daftarcham. Har xil hikoyani yozib borardim hayotimdagi. Mana Korean vocabulary daftarcham edi. Hali ham shunaqa. Bu ichida matematika qilardim. Savdo sotiqda. Tasbihcha, tish tozalagich. Sevgi xati bu. Musor. Aha. Rezume.
va dizayn bo'yicha. Bu ham Adamga yozgan she'rim. Adamga, ayamga. Hikmatli so'zlar va hikmatli va ibratli so'zlar. Juda zo'r kitob. Real Korean Conversation Intermediate. 그러면 신발 가게에 먼저 가보자. 마침 세일하고 있네. 마침 세일하고 있네. 저기 저 브랜드부터 보자. 예, 발음 대한 숙제도 시켜요. 있네요. 저 영화 봐요, 우리. Biam Korean vocabulary. Mana I love Taejon. Zo'r kitobcha edi. Bu Books'tan notes yozardim. 오늘 한국에서 여름을 하면 변할 수 없는 아이스 아메리카노에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 내가 나서면 어떻게 하는? Ben, kстати, penalim bor. 21 yoshda. Kimda penali bor? Keyin draw your mind. Rasm chizishga ham qiziqaman orada. O'zim kallamdan chizmaganman, ko'rib chizganman Instagramdan. Mana. Bo'l. Rasm chizishga ham qiziqamiz. Yana bitta rezyume. Hop. Bu Korean vocabulary. Bu zonasi. Buni olish kerak. Work permitniki restoranga qilaman deb qilmadim oxiri. Mana bir-biriga o'xshash so'zlar: monjo, o'son, iltan. Bu ham vocab. Top-toza ator. Mana hammasi vocab. Bu ham Korean vocab. Bu nima edi? Bu TikTok izladi Koreyadan. 오늘 제가 얘기할 주제는요. 영어 birga qo'shib yozibdi. 정말 많아요. Top-toza ator. Hot topic. Max Taliyev Shahboz. It's Shahboz. 카드로 계산 되지요? 되지요. 시장에 가거나 카페에 가고 싶어요. Bularda sortirovka qilish kerak. Boya toza ator bor dedim. Yo'q solamiz. Qaraylar. 2023-yil noyabr 27-kuni chizgan ekanman. Buni yozmabman. Ideya bormi? Ko'chirganimi? Qalamam bo'laveradi. Nimadir ko'chirish kerak faqat. Buni chizamiz. Mushukni chexon orqasiga. Men o'rganmaganman chizish haqida. Shunchaki qanaqa chizmani to'g'ri olish yoki anaqa qilish bundan ilmim yo'q, bilimim yo'q. Shunchaki naglas.
boshla. Qali. Yaxmali. Bugungi chislo 2025 03 12. Kopiya bo'ldi birga bir. Bukurmi mana. Xo'p. Room tur qilaman degandim, boshladik. Kirishda. Mana panglab qolgan, ko'rib turganlaringizdek. Uyda 1 oy bo'lmaganman, uyimdan panglab ketgan. Hali vlajnim tugab qolgan, o'sha vlajni olib kelishga ham odam erinayapti. Bu yerdan boshlaymiz. Oyoq kiyimlarim, mening ichida tennisga, bosinoshka qanaqa oyoq kiyimlarim bor. Ichida har xil keraksiz narsa. Ikkita chomadan, koptok va garderobimni ko'rsatdim. Nothing special. Bu yoqda ham kiyim-kechak. Bu anaqada matematika, safe bu. Bu yoqda ham kiyim-kechak. Bu yoqda naski, ichki kiyimlar, bu yoqda ham shu, mana bo'sh. Mana pilisosim bor, ajmaniya qilishga, bu mayda narsani supurishga, keyin pashsha oldirishga и ventilyator. Yozda yoqamiz buni. Mana legendarniy raketkam. Buni xudo xolasa ishlatamiz. Do'ppi. Ana tagida yuzga maska. Mana tagida o'rtog'imning narsalar turibdi. Hozir u Tojikistonda o'shanga narsalarni tashlab ketay deb turgandi. Xo'p deb olib qo'yamiz. Suvim kichkina chamadoncha. Endi esa oshxonaga o'tamiz. Oshxona esa bardak. Mana o'rtog'im olib kelgan kecha. Ichida go'shtli deb o'ylagan, faqat bargini olib kelgan o'zi ham. Mana O'zbekistondan kelgan yog', go'shtga qovurladim. Bu kirib yotibdi. Yuvilmagan. Tualetniy bumaga, skorotka, musor, keyin parashok ular. Buni esa kir mashinam. Bu ham bir oy ichida qotib qolgan. Hali dayshoga chiqib, yuvish kartochkani olib kelmadim. Men narsalarim, jensheng, holva, ichida buni novat bor. Keyin bu yoqda asal va тоже mayda-chuyda narsalar. Morozinlikda non, patir, go'sht. Pastda esa chaqachuq, kolbasa, ketchup, sug'ishonday молоко. Tualet esa afsuski kuyib qolgan. Xo'p, shu yerdan ko'rsatamiz. Tapichka, tagi suv bo'ladi. Shampun, tepada shampunlar. Keyin dush bilan tualet Koreyada bitta bo'ladi. 99%. Shunga shunaqa sharoitda yashaymiz. Oynadan view-ni ko'rib turishlaringiz mumkin. Juda ajoyib. Juda. Mana yomg'ir yog'adi-ku, taq degan ovoz chiqadi keyin. Shu shipdan. Bo'ldi, boshqa hech narsa ko'rsata olmayman. Uyim mana shu. Cho'pli bor lekin, cho'pli pol bor, kondyor bor, kalendar bor, doska bor. Yana nima kerak? Wi-Fi bor, televizor bor. Mana eng yoqadigan tomoni mana buda. Kechqurun dahshat bo'ladi. Turib svet yoqishga kerak emas-ku. Mana shu yoqishga bo'ladi. Yoqdan ochib qo'yamiz. Ochiq-ku. Shunisi zo'r. Shu fishkasi. Uyga narxiga keladigan bo'lsak, 1 oyga 240 ming to'layman, depoziti 400 ming won. Bo'ldi. Faqat shu. Pilisos qilib o'tirmadim, chunki kuni kecha pilisos qilganman. Vlogim mana shu yerda tugaydi. See you keyingi videolarda.